Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizning kanalimiz obunachilari ko'rishlari mumkin. Tobutga yuvuvchilarimiz mana tayyor bo'lyapti, xudo xolasa inshaalloh. Mana ikkita. Bittasi Toshkent Zangotaga, bittasi Qo'qonga. Xudo xolasa ertaga jumadan bo'ladi, xudo xolasa bizda. Yakshanba kundan ish boshlaymiz, sahar tongda inshaalloh. Qolgan mayt ko'taradiganlarni ham tayyorlab qo'yamiz. Bizni kuzatib boringlar. Videomizga bittadan mo'sh like ayamanglar, kommentarga o'z fikr va izohlarni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa zakaz bersalaringizlar ekan, xudo xolasa chiroylab tayyorlab berishga harakat qilamiz. Bularimizni narxi 4,5 million so'mdan. Ko'pchilik yozyapti, ehson qilsalaring bo'lmaymi, ehson qilsalaring bo'lmaymi deyapti. Xudo xolasa biz ham qo'ldan kelgancha ehson qilyapmiz. Narx borasida ham ehson qilyapmiz. Sifat borasida ham inshaalloh chiroyli tayyorlab beryapmiz. Barchalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.